Assalomu alaykum hammaga. Hammani bugungi 9-may bayrami bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz ham mana xizmat qilganmiz Sovet ittifoqida. Mana formamni qarsalaring, hozirgacha mana har yil turibdi, har yil 9-may kuni kiyaman. Shu 9-mayni nishonlayman. Hammalaringni tabriklayman bayram bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech kimni ko'z ko'rmanglar. Osmonimiz musaffo bo'lsin, hech urush bo'lmasin. Bola chaqimizni hammasini orzu havasini ko'rib yashash nasib qilsin. Hammalaringni yana bir bor 9-may g'alaba bayrami bilan tabriklayman. Xotira va qadrlash kuni bilan tabriklayman. Qancha ota bobomiz o'tib ketishdi. Ularni eslash bizning vazifamiz. Va bundaqa urush qaytib bo'lmasligini oldini olishimiz hammamizning burchimiz. Mana O'zbekistonimiz hozir tinch, musaffo. Bu tinchlikning qadriga yetishimiz kerak. Hammani yana bir bor 9-may bayrami bilan tabriklayman. Bu bayram hammamizniki. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta hammaga rahmat.